Assalomu alaykum, Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari, barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holdings tur firmasining rasmiy ofisidamiz do'stlar. Ya'ni O'ram Somorining yonida ko'pchilik biladigan Mustaqillik ko'chasi 235 uyda joylashgan. Xudo xolasa sizlarga hozirgi kunda 14 kunlik safarni qachon va qayerdan reyslarimiz bor va shart-sharoitlarimiz qanday, gostinitsa oraliq masofalarimiz qanday va umra narxlari necha pul bo'lyapti, shularni birma-bir aytib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik do'stlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Gostinitsa oraliq masofalarimiz Madinada 150-200 metr, Makka Mukarramada esa 800-900 metrni tashkil qiladi. Haydovchilar piyoda borib kelsa ham bo'ladi, haydovchilar avtobusda borib kelsa ham bemalol bo'ladigan sharoitlar. 4 yulduzli gostinitsalarimizda joylashtiriladi. Sizlarni birinchi bo'l aeroportdan kutib olgandan keyin maxsus 50 boshlarimiz, tajribali 50 boshlarimiz 14 kun mobaynida sizlar bilan birgalikda ibodatda, ziyoratda va sayohatda birgalikda amalga oshirishadi. Ondan oshiq ziyorat va ekskursiya va sayohatlarimiz bor. Xudo xolasa qo'shimchasiga esa Qizil dengiz sayohatini ham yo'lga qo'yganmiz. Bemalol bizga ekrandagi raqamlarga telefon qilib joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Hozirgi kunda Farg'ona, Jidda va Toshkent, Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlar amalga oshirilyapti. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkentdan, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'onadan primo reyslarni biz bilan amalga oshiringizlar. Batafsil va to'liq ma'lumotlar quyidagi raqamlarda bo'ladi. Xo'p, do'stlar, yana bir narsa, ko'pchilik obunachilarimizda beriladigan savollardan biri bu, ya'ni 14 kun mobaynida qayerda lokatsiyalarni bir ko'rish mumkinmi, berish mumkinmi, tashlab berasizmi deganlar bo'ladi. Quyidagi raqamlarda Telegram, WhatsApp bor, bemalol yozsalaring sizlarga lokatsiyalarigacha, manziligacha, gostinitsamiz shart-sharoitlari haqida ham to'liq video syomkalar bor. Bemalol mana shularni ko'rib, o'zingizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Hozirgi kunda Farg'ona, Jidda 29-iyul sanasiga do'stlar qabul davom etmoqda. Gideta bir 7-8 ta joyimiz qoldi. Agar ulguraman deganlarga xudo xolasa chiroyli chegirmali narxlar e'lon qilamiz. Hozirgi kunda narxlarimiz $1050, ya'ni Toshkent, Jidda va Farg'ona, Jidda yo'nalishi bo'yicha $1050 dan qilib belgiladik. Agarda vizangiz bo'lsa $950 hisoblanadi. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. To'lovlarimizni siz Zagram pasportingizni Telegram, WhatsApp orqali berganingizdan so'ng sizga bank shot raqamlarini beriladi. Ya'ni o'zingizga yaqin bo'lgan, xohlagan bank shot raqamlari banklardan bank shot raqami orqali to'lovni amalga oshirsangiz bo'laveradi. Agarda siz Farg'ona, Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz, ya'ni o'zimizning rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassa orqali ham to'lovlarni amalga oshirib, bizga chekini taqdim qilsangiz bo'ldi do'stlar. Xudo xolasa joylaring bron bo'ladi. Xo'p, sizlarni hammalaringni kutib qolamiz. Umra ziyorati kanaliga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qaynoq chegirmalar qilishdan aslo to'xtamaymiz azizlar. Firmamiz tomonidan beriladigan narsalar bo'yinbog', bejik va kamzil va so'mka beriladi. U narsalar xudo xolasa aeroportda yoki kelib joyingizni bron qilganingizdan keyin ham bemalol olib ketishlaring mumkin do'stlar. Xudo xolasa u bonus tariqasida taqdim qilinadi sizlarga. Hammangizni kutib qolamiz. Biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing va joylarini bron qilinglar. Biz sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga.